Qozog'iston prezidenti AQSh Kongressi vakillar palatasi delegatsiyasini qabul qildi. Davlat rahbari muhtaram mehmonlarni qutlar ekan, ularning bir palatali qurultoyga saylovdan keyin qilgan tashrifi ramziy ma'noga egaligini ta'kidladi. Qosim-Jomart To'qayev ushbu tarixiy voqea mamlakatda siyosiy modernizatsiyaning yangi bosqichini boshlab berganini tilga oldi. Bir palatali qurultoy qonunchilik jarayonini yanada samarali qiladi, qonunlar sifatini oshiradi. Shu bilan birga parlament diplomatiyasi yangi organ uchun muhim faoliyat yo'nalishiga aylanadi. AQSh Kongressi a'zolari va qurultoy o'rtasidagi konstruktiv va mazmunli muloqot Qozog'iston-Amerika hamkorligini chuqurlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Qosim-Jomart To'qayev shuningdek Mayamiga bo'lajak tashrifi hamkorlikka qo'shimcha turtki berishiga ishonch bildirdi. Our cooperation is comprehensive. Hamkorligimiz keng qamrovli, keng ko'lamli masalalar, shu jumladan siyosiy muloqot, iqtisodiy hamkorlik, global tinchlik va xavfsizlik masalalari bo'yicha hamkorlikni o'z ichiga oladi. Men Qozog'iston-Amerika hamkorligini yanada mustahkamlashda Kongressdagi ikki partiya ko'rsatayotgan yordamni yuksak baholayman. Bu strategik hamkorligimizning davomiyligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. To the strategic continuity of our partnership. Qosim-Jomart To'qayev prezident Donald Trump bilan konstruktiv va o'zaro ishonchga asoslangan muloqot tufayli ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar misli ko'rilmagan yuqori darajaga ko'tarilganini ta'kidladi. Qozog'iston Amerikaning global va mintaqaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha tashabbuslarini, shu jumladan Tinchlik kengashi va Ibrohim bitimlarini qo'llab-quvvatlayotgani buning yorqin dalili bo'la oladi. Mamlakatimiz va AQSh yadroviy xavfsizlik va yadro qurolini tarqatmaslik tartibini mustahkamlashda ham muhim o'rin tutadi. AQSh delegatsiyasi rahbari Jason Smith Qosim-Jomart To'qayevga qabul uchun minnatdorchilik bildirdi va AQSh prezidentining salomini yetkazdi. Bugun tungi soat 2da menga prezident Donald Trump qo'ng'iroq qildi. Bir necha soatdan keyin siz bilan uchrashishimni aytdim. U sizga eng samimiy tilaklarini yetkazishimni so'radi. O'rtamizda qaror topgan konstruktiv munosabatlar uchun minnatdorlik bildirdi. Men AQSh vakillar palatasining byudjet va soliq qo'mitasi raisiman. U Kongressdagi eng qadimiy qo'mitalardan biri. Amerika hukumatining barcha daromadlarini nazorat qilamiz. Biz Qo'shma Shtatlar va sizning ajoyib mamlakatingiz o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni yanada rivojlantirish uchun yangi yo'llarni topishga intilamiz.